Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Salih Xudoyer əpəndi Gary Baumgartenning radio proqramısının ziyarətini qəbul qılıb, Amerika başçılığındakı Yevropadakı bir qism dövlətlər və parlamentlərinin Xitayning Şərq Türkistanda yürgüzüyotqan çekidən aşqan vəhşi qılmışlarını irqiy qırğınçılıq deb e'tirof qilganligini. Yaqında Kanada başçılığındakı 40dan ortiq dövlətning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı İnsan Hüquqları Kengashining İnsan Hüquqları Komissarining başçılığında Şərq Türkistanga berib Xitayning Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan Turkiy millatlarga yurgizayotgan vahshiy irqiy qirg'inchilikni tekshirish uchun ruxsat qilishni talab qilganligini. Xitayning ishg'ol qilgan Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlari xalqaroning qonun qoidalariga xilof bo'lganlikdan, garchi Xitoy bilan bo'lgan kuchlik iqtisodiy va siyosiy munosabati bo'lsa-mu, nurg'un davlatlarning Xitoyning vahshiyligiga qarshi o'rnidan turganligini, Biden hukumatining Trump hukumatining siyosatiga varislik qilib, Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblash bilan birga Xitoyning chekidan oshgan vahshiy qilmishlariga qarshi turish uchun xalqaro tirishchilikni qo'lga keltirish yo'lida harakat qilayotganligini, ammo xalqaroning Xitoyga qilayotgan besimining yetarli bo'lmayotganligini, G7 boshliqlar yig'inidan burun majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mallarning import qilinishiga qarshi turganligini, xalqaro muqimlikni buzayotgan qilmishlarga qarata kuchli qarshilik ko'rsatish kerakligini, ya'ni Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa, Tayvanga va boshqa xalqarodagi davlatlarning territoriyasiga qilayotgan xiristlikqa qarata diplomatik usul va xalqaro qoida qonunlarga tayanib qarshi turish kerakligini, Xitoyning harbiy jihatda urush qilishni xohlamaydiganligini, ammo g'arb texnikasini o'g'irlab harbiy hozirliklarni kengaytirib urushga tayyorlik qilayotganligini, Hindistonga o'xshash harbiy jihatda kuchli bo'lmagan davlatlarga va Tayvanga harbiy tahdid yurgizib kelayotganligini, sukutda turib olib xalqaro jamiyatni sinayotganligini, G7 davlat rahbarlari yig'inida majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni kirgizishni cheklash masalasining o'ttirg'a qo'yilganligini, Xitoy Kompartiyasi bilan o'rtaq bo'lgan shirkatlarning mollarining chiqimi orqali Xitoyning iqtisodini ojizlashtirishni, Amerika va g'arb shirkatlarini Xitoydan tamoman qaytarib chiqish, Xitoyning O'rta va Janubiy Osiyo, Afrikadagi jug'rofiylik siyosiy orzusini ishga oshirmaslik orqali iqtisodiy va harbiy kuchini azaytqani bo'ladiganligini, Xitoyning yillardan beri Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga majburiy homiylik tushirib o'tish va tug'mas qilib o'tish orqali ularning sonini azaytib qolmay Sharq Turkistondagi turkiy millatlarni butunlay yo'qotish uchun Xitoy erlari bilan majburiy to'y qildirayotganligini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonga bo'lgan tajovuzchiligi, ishg'oliyatining yildizi Sharq Turkistonning boyliqlarini kontrol qilish ekanligini, Sharq Turkistondan milliard tonnadan ortiq neft va tabiiy gaz boyliqlarining bayqalganligini, Xitoyning shu sababdan Sharq Turkistonning asli zamin egalarini tamoman yo'qotib o'tish maqsadida bu vahshiylikni yurgizayotganligini anglatdi. MIT texnikasining doklatiga qaraganda YouTube Qozog'istondagi Atajurt kishilik huquq tashkiloti yo'llagan oila a'zolari Sharq Turkistonda yo'qolib ketgan Uyg'urlarning ismlarini elib o'tgan. 15 iyun kuni YouTube Qozog'iston kishilik huquq tashkilotining kanalini butunlay kontrol qilgan bo'lib, elib etilgan oilasi Sharq Turkistonda yo'qolib ketgan 15 sinda aloqador kishilarning qo'llanma ismi bor ekan. YouTube MIT texnikasiga dunyoning har qaysi joylaridagi muhim kishilik huquq delolarni xotirlashga mas'uliyatchanlik va tirishchanliklarni qarshi oladiganligini, ammo parakandichilikning oldini olish uchun kanallarning shaxsiy salohiyat uchurini e'lon qilishga yo'l qo'ymaydigan siyosatlarining borligini aytdi. Dokladda tushundirilishicha, bu kanalning boshqaruvchilari 12 sinning o'chirilishini murojaat qilgan. Bir qism sinlar 3 kundan keyin asliga keltirilgan. Davomli to'silib qolgan sinlarga qarata YouTube hech qanday tushuntirish bermagan. Shuningdek, keyin Atajurt kishilik huquq tashkiloti u mazmunni blockchain asosidagi sin supsi Odyssey'da zapaslagan. Siyosiy tariximizning tunugunlariga nazar. Her ümmet öz davrining şahidleri bo'lganidek, bu millatning sarkinlarimi o'z navbatida atlangan yo'lning shahidlaridir. Shahidlik mas'ullik demakdir. Shahidlik ham mas'uliyatni o'rinlashni, shundaqla mas'uliyatlik izbosarlar uchun ul selishni taqozo qiladi. Shuningdek, shahidlik shahidlarsiz tasavvur qilinmaydi.
Millet üçün şahitlik burcunu ada qılğıçılar öz növbətində keyinki izbasarlarning şahitlik ulgilaridir. Ular hər qaçan keyinkilərni öz təcrübələri, keçirmişləri hamda ideallari bilan vaqiflandirish orqali keyinkilərning gangirishning oldini olishni unutgan emas. Şomo ular o'yg'oqlikni birdammi qo'ldan berib qo'ymaydi. G'olibiyatlarga masxo'sh bo'lmaganidek, mag'lubiyatlardanmi dars chiqarib turdi. Shundaqla ular o'z mag'lubiyatlarining qayta takrorlanmasligi uchun keyinkilarning nimadan ogoh bo'lishi va qandaq mavqe asosida mazmun turishi kerakligi xususida cho'qim bir bishorat, bir yip uchi, bir nuqtai nazarni qoldirmay qolmaydi. Sharq Turkiston tuprog'i kechmiş tarixda ana shu shohidlikni, mas'uliyatni to'nib iz qoldirgan va iz barpo qilgan talay qahramonlarga shohid bo'lgan. Shundaq shohidlar o'tganki, ular millat ustidan ilib berilgan har turli salochiliklarga, mansab, shuhrat, mol dunyo qatorliq savdolashish takliflariga qilcha pisand qilmagan. Faniylikqa oid hech narsa badaliga milliy davoni tegishmagan. Murassa qilmagan. Xarakteri va amaliy ish izlari bilan Sharq Turkistonning izzat sharafi uchun kurash qilib o'tgan. General Mahmud Muhiti ana shularning biri edi. Uning tuvandagi maqolasi bizga siyosiy da'voning asoratdan keyingi bugunga qadar necha avlod mobaynida qandoq yetib kelganligiga ba'zi bishoratlarni bersa, yana ko'niktirilganligiga emas, ochiq bo'lsa haqiqatni bilishga intiladiganlar uchun ba'zi tarixiy tugunlarga yechim, ba'zi javobsiz savollarga aniqlama berishi mumkin. Yuyulgan xotirani asliga keltirish oson ish bo'lmasa-mu, lekin yodiga ola olgancha eslab turish, iymonini tavlab turishni bilgan, ishonchisini tirik tutib turishga ahamiyat berib kelganlar uchun aman esqatqusi. Eslatgin. Chunki eslatish mo'minlarga cho'qim esqatadi. Sura Zariyat 55-oyat. Ishqi bo'ladi, qaytishqa bo'lmaydi. Sharq Turkiston Milliy Mustaqillik harakati rahbari General Mahmud Muhiti apandi. Muqaddas vatanimiz, suyimlik Turkistonimizning muhim bir qismi bo'lgan g'arb tarafi Rus qo'lida mahkumlik va asirlikka duch kelayotgan bir paytda Sharq qismi Xitoyning razil siyosatlari ostida zulm va jabr-jafo kutmoqda edi. Shonliq turk tariximizning qora sahifalarini tashkil qilgan bu dahshatli kunlar hech qachon tinch o'tmagan. Taqdirning jilva qilishini kutib yetib boqmagan edi. Turkiston turklari har imkoniyatdan foydalanib, ishg'olchi kuchlarga qarshi noroziligini ifodalab turdi. Aziz va sha'ni shavkatlik millatimizning hur va mustaqil yashash orzusi qadimdan tortib qon-qiniga singib ketgan hukmronlik xarakteridan manbalangan yuksak orzu armoni edi. Ne amal bo'lsinki, dushman kuchlik va zamonaviy tusda tayyorligi bor edi. Biz bo'lsak, mahkumlikning ta qulay va qis bo'lgan shart-sharoitlari tufayli har taraflama yetishib chiqishga ulgurmagan edik. Ahvolimiz shundoq turibmi, biz yanada zulmga qarshi qonliq kurashga otlandik. Sharq Turkistonning keyingi mezgillardagi inqilobi undan avvalgi inqiloblarga selishtirganda g'oyasi va tutgan yo'li e'tibori bilan alohida diqqatga sazovor bo'lishga qaramay, dushmanning kuch-quvvati hamda Xitoy va Rusning o'rtaq nuqtasining kommunist markazlik bo'lishi jihatda har ikkisining safni bir qilishi ushbu kurashning shaklini butunlay boshqa bir tusga ilib kirdi. Bu sababdan Sharq Turkistonning navbatdagi inqilobi o'xshamagan nuqtalarda turib, tekshirib tahqiqlanmoqqa zarur. Chunki mazkur jangda dushmanimiz Xitoyning tarafini olib, uningga yordam bergan Ruslarning navbatdagidek orqa qisilib olishi va bu ikki azaliy turk dushmanining keyingi janglarda qo'lni qo'lga tutashtirganligi alohida bir ish va intayin xatarlik bir vaziyatdan bishorat. Sharq Turkiston inqilobini yaqindan kuzatmagan, xalqimizning irodasini, zulmning, vahshiylikning azob-uqubatlarini bizchilik qiynalib his qila olmagan yoki bularni bilishnimi xohlamaganlar inqilobimizni behuda jang yoki bo'lmasa behuda qon to'kish deb o'yladi va bizga avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishni tavsiya qilishdi. Albatta, biz avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishning vatan uchun amaliylashadigan tarafini bu kurashni dastlab boshlagandala bilib yetgan edik. Amaliyotda Xitoyning bizga bergan avtonomiyasi va o'z millatiga foyda ilib keladigan jumhuriyat huquqlari Turkistonimiz uchun elib aytganda yana shu asorat, yana shu zulm, yana shu tirishdan boshqa narsa emas edi.
Biz bu kurashni birovdan talab qilish uchun qilmadik va qilmaymiz. Tilab oladigan ish bo'lsa, uni urushsizmi qo'lga keltirgili bo'ladi. Ammo biz bir da'voni yashadik. Da'voyimiz mutlaq holda milliy qurtulishdir. Da'vo degan ekanmiz, qon to'kmay, qurbonlik bermay bo'lmaydi. Darvaqa, intayin haqqoniy ravishda qon to'kdik. Suyimlik vatanimiz uchun ikkilanmay xushallik bilan jon berdik va bu yo'lda yana o'xshash g'ayrat bilan qon to'kishga tayyormiz. Biz milliy kurash harakatimizni boshlagan kunlarda bizning avtonomiya talab qilishni tavsiya qilgan va Xitoylarni uchirib ko'kka ko'targan. Ular bilan yiriklashish emas, aksicha birlashishning foydali ekanligini ilgari surib maslahat bergan g'afurlarmi bo'ldi. Biz bundaqlarning aramizdan, ya'ni kelib Sharq Turkistonliklarimizning arasidan chiqib qolishini asla xohlamagan va hatto undaqlarning chiqishini taxminmi qilmagan edik. Biroq ming afsuski shu badbaxt tasodiflikqa duch kelganimizdan ichindik. O'zini Sharq Turkistonlik deb yurgan Isabek o'g'li Yusuf, keyingi tunilgan ismi Isa Yusuf Olibdikin degan birining Chin Turkistoni ovozi degan ismida chiqargan majmuasini ko'rib, uningdagi qo'pol gaplarni hamda bizning g'oyamiz va da'voyimizga uyg'un kelmaydigan fikrlar bilan Xitoy maddahligi qilayotganligini o'qiganimizda hayron qolgan edik. Ammo uning bolsheviklarning vahshiyona qilmishlari, odamiylikka yot qilgan atganlariga doir bayonlardan bir oz to'g'ri tushunib, uning Xitoyni madhiyalashini bir xil hol etish va tasalli bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Biroq oraliqda u urush xabari nomli majmuasini chiqarib, o'zining abdi bashirisini maydonga oshkor qildi. Aysa ismli yo'ldan chiqqan bu sotqin Sharq Turkistonliklar nomida so'zlab bizni bakmi numusga qo'ydi. Dadasining Xitoy kadri bo'lganligi sababli bek otliqini qo'llanib yurgan bu Xitoyparastning yolg'iz Xitoy bilan emas, doisi bo'lgan Jang Jechidan keyin Rus bolsheviklari bilan birlashib ketganligi shubhasiz edi. Biz bu numussiz Xitoy vatanparvarligining milliy da'voyimizga jiddiy ma'noda xatarlik unsur ekanligini o'ylab turganimizda, bu mezgil 1938 yili 3-oyning 11-kunlariga to'g'ri keldi. Nasli nasabi o'ziga o'xshash gumonliq birisi bilan birlikda Hindistonga keldi. Matbuotda qilib kelgan propagandasini va Xitoy vatanparvarligini o'zi bir qo'lliq yuritishni va buni shahar kirib anglitishni ko'ngliga pukib, ta Xitoydan Hindistongacha yetib kelgan bu Isa taptatmasdan menga Xitoyga qaytishni aytib, u yerda menga berilgan buyuk mansab va mavqelarni salo qilib turdi. Uning bundaq qiziqtirishtirma aslida uning chakana bir narsa ekanligini isbotlagan edi. Suyimlik vatanimda elib borgan kurashlarimga hamda aziz yurtdoshlarimning samimiy tilak va arzu-armonlarini ro'yobga chiqarish uchun ketayotgan milliy yo'limga to'g'ri kelmaydigan va tamoman zid bo'lgan bu taklifga mening beradigan javobim aniq edi. Aziz vatan avlodlarining muborak qonlariga behurmatlik qilish aqlimdan kechgan emas. Shundaqla bu yo'lda yurganlarning o'xshash samimiyat va arzu-armon bilan xizmat qilayotganligi menga ayon. Hamda shundaq bo'lishini umid qilaman. Vatandan chet elga chiqqanligim hargizmi kurash qilishdan qochganligimdan. Qandaqdir keyincha yana Xitoyga qaytib mansab va maqom olish uchun emas. Kurash hayotimda men bilan yonma-yon saf tutgan do'stlarimga ma'lumki, men hech qachon maqom uchun milliy g'ururimni sotmadim. Mansab tutqunimdan samimiy holda milliy mafkuramda ching turdim. Vatan va millatimga qarshi burchim hamda kurashga otlangan vaqtimda ichgan qasam yadim. Abadiy va izchildir. Isa va uningga o'xshash pasandalar yaxshi bilsinki, bu inqilob endi o'zining tegishli natijasini qo'lga keltirmaguncha to'xtab qolmaydi. Uning qahramon erkaklari mafkuraviy soyada o'rin olib bo'lgan. Endi ular bu jondan toki maqsadga yetmaguncha to'xtab qolmaydi. Mangan yo'ldan aslo qaytmaydi. Isa haqiqatan xato adresga kelib qolganligini tushunib yetdi. Endi u boshqa yo'lni sinab ko'rishga boshlagan edi. U xo'jayini bo'lgan Bombaydagi Xitoy konsul bilan birlashib tahdid qilish usulini qo'llandi va Britaniya Hindiston hukumatiga chaqishtirib bizni hibsga oldirdi. Bizni eng afsuslantiradigan ishlardan biri dal mush ish bo'lgan edi. O'limdan qo'rqmagan, eng nozik va sezgir ishlarda temkin turgan biz kabi kurash qiluvchilarning samimiyatiga hurmat qiladiganligi kutilayotgan atalmish gentleman Britaniya turli murojaatlarimiz tursimi sebep ve bana görüşüşte bütünley çekimçilikka asıllangan halda bizni 28 gün qamab qo'ydi ve bizni Hindistandan chiqib ketish sharti bilan qo'yib berdi.
Agar bizni qamoqqa olganlar biz qarshi turayotgan Xitoy yoki Rus hukumatlari bo'lgan bo'lsa edi, ancha hayron qolib ketmas edik. Siyosiy panohlik talab qilishimizmi bizga mehmon sifatida muomala qilishidi. Chiroyli ravishda kutib olishdan boshqa talab kutilmagan Britaniya, Hindiston hukumatining bu harakati Rusning yuzini qilganligidanmi yoki Xitoyga xushomat ifodasi bildirishdan bo'lganmi bilolmay qoldik. Haqiqatan tarafsiz deb bilgan insonlarimizning tarafbozcha bir tushda o'tirg'i chiqishdan echindik. Bo'lmasa biz unda hodisalardan qo'rqib yo'ldan voz kechadiganlardan emas. To'mirimizda eqiyotgan qon bizning ong tuyg'ularimiz, irodamizdir. Do'st dushmanlarimiz shuni bilib qilishsinki, biz belgilik nishon va muayyan g'oya bilan ketyapmiz. Shunga bizning bu tabiiy g'oyamizga qarshi turganlarni dushman deb bilish majburiyatimiz bor. Shuni aniq qilmay bo'lmaydiki, dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksicha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudlikni saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Do'st dushmanlarimiz shuni bilib qilishsinki, biz belgilik nishon va muayyan g'oya bilan ketyapmiz. Shunga bizning bu tabiiy g'oyamizga qarshi turganlarni dushman deb bilish majburiyatimiz bor. Shuni aniq qilmay bo'lmaydiki, dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksicha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu kurashimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqinchoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtdagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun harmay talmay oxirigacha xizmat qilish. Qaydsiz va shartsiz holda vatan millatning mustaqilligini kafolatga ega qilish ilgirkidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab otlanishdir. Sharq Turkiston Turk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. 1939 yili 2 oyning 24 kuni Bombay shahri. Manba Yosh Turkiston majmuasi. 1939 yili, ya'ni Hijriya 1358 yili, 112 son. Uyg'urchadan Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.